Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda noyabr oyida qilinayotgan ishlar haqida gaplashamiz. Birinchi blok qavatlarning balkon qismi ishlari juda ham jadal suratda olib borilmoqda. Bunga fasadga ishlatilgan singari pol qismiga ham keramik granit toshlarni ishlatdik va balkon yopmalariga esa ekoplit mahsulotlaridan foydalandik. Birinchi blokning qavatlarida balkon ishlari juda ham jadal suratda ketmoqda. Shu singari pol qismiga kafel yopishtirishdan avval Turkiya mahsuloti bo'lgan surma gidroizolyatsiyadan surib, test sinovlari olib borildi va so'ngra fasadga ishlatganimiz singari keramik granit toshlardan ishlatdik. Balkonlarning bo'lma devorlariga va orqa tarafiga esa ekoplit mahsulotidan foydalandik. Binoyimizning 16-17 qavatlarida ko'rib turganingizdek, xonalarni bo'lish ishlari, ya'ni gazoblok ishlari juda ham jadal suratda ketmoqda. Biz bunda Yutong brendi asosida ishlab chiqarilayotgan gazobloklardan foydalanyapmiz. Binoyimizning ikkinchi bloki 20-qavati beton olish uchun tayyorlanmoqda. Ko'rib turganingizdek, armatura karkas to'qish ishlari juda ham jadal suratda ketmoqda. Resim Tashkent obyektida 4 qavatli avtoturargoh mavjud bo'lib, biz bu yerda elektrik ishlarini olib bormoqdamiz. Albatta bizning qurilishlarimizni kuzatib borish uchun YouTube sahifamizga obuna bo'ling. Centra Group. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz. Siz orzu qilasiz. Biz barpo qilamiz.